Qadrli dostlar, biz bugün Abdumur Aylık Xalq 3. doktorxonasi alayida qo'llagan bir piyola choy suhbatimizga 3 qarindishimizni taklif qildik. Bir piyoladan choy ichgach, bir naqsha ustida muloyiza yurgizamiz. Buningdagi maqsad nima degan vaqtda bir naqsha va bir piyola choy. Mush tema ustida o'ylashimiz. Bir piyola choy, mayli issiq bo'lsin, sovuq bo'lsin, quyilib bo'ldi, endi ilojim yo'q. Mushni ichmaydi. Bir naqshini mushu masnalarga qanday sunamiz, endi deyishimiz. O'tganda Komil Jelil bir naqshini aytib, mushu naqsha Bug'ro akamning tasdiqida o'tgandiki, andin joy-joyida o'qib berma debdikan. Bugun unda bo'lsa, mushu naqshini e'lon qilib o'taylik biz. Tasdiqda o'tkazib e'lon qilib o'taylik. Xalqmo intayin taqozo bo'layotgan naqsha, mushu naqshininki shu bir kuplitini bir uchanglar, bir o'qiytinglar. Men o'qirayman. Chalg'is qilib qolasan. Buğdaylının bulmasıyım, buğday sözüm buluşu kerek. G'aybetlerge şenme dostum, gözün bilen görüşün kerek. Şunda peyze g'aybetlerge her qanda dostlarımız işenmesi gerek. Bu tema bütün naqsh çıkmasın turupla muşu kerek degen naqshininki bir kuplite keng avamga bek tarap ketdi. Kerek degan naqshini shirini inim G'ujumat Qurban ishlagan. Muzikasini Murodil Abdusalom ishlagan. Murodil Abdusalom garchi mushunda o'zi aqrab turgan bilan naqshini yaxshi ishlab qo'ydi. Shunga bu inimning shijoatiga april aytimiz. Ondan bu naqsha mush Komil Jelil qatorliq bolalarninki ijrosi bilan nihoyatda voyaga yetdi deb qaraymiz. Dumlab qo'ygan polodek qachon ochidi, dam yegandi deb turdi-ku bu naqshini. Mush poloni endi birlikda bir boshdan savilsin üstün ko'tarib biz ochaylamda. Mushu naqshini qanda ijod qilib, qanda ijro qilib qoldinglar? Men manda savol so'rashni taz yoqtirmaydim, ammo mushu naqshiga bir so'rg'im bor. Sen qanday yozding? Avval yezishdan kelayli. Bu naqshimizningki temasi kerak. Biz buni sizga ma'lum, do'stlarimizga ma'lum. Shu Ipak yo'lida o'rindiq buni taqalmoqchi. Bu temani qanday tutdim desangiz, buğdayning bo'lmasimi, buğday so'zining bo'lishi kerak. Bu bir maqol tamsilchi. Biz kichikimizdan boshlab anglab cho'ng bo'lgan. Cho'nglar bizga nasihat qilsa, başqalar tabassum bilan qara. Başqalar yordam qilamisan bir tabassum qilib qo'y, yaxshi gap qilib qo'y deydigan bir ishlar bor. Shu temani, shu maqol tamsilni asos qilib, o'sha kerak degan naqshini men yozib chiqib, mushu naqsh chiqqandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz, do'stlarimiz bunun şiirini Muxtar Bug'ro yozibdi dedi. Menga mush inkas keldi-ku. Inkas kelgandan keyin ya buni shu G'ujikam yozgan. Mening bir akam bor, mush G'ujikam yozgan deb turdim. Demak, mushu mening uslubimga yaqin yozgan o'xshaysa, men faxrlandim. Siz demagan bilan kelin o'rganyapman. Aslida Murodilning o'zining aytishiga men mush tekstni sana yozdim adash. Sen mushuni ayt deb bergan. Keyin Murodilning muzikasini ishlab, Komil kamshikimizni qo'shib oldi. Rahmat. Rahmat Murodil. Qayda ishidagi o'zi deb bersin. Bu naqsha endi 2022-yil oxirida deyman. Hechim vaqtida do'stlarim yezib avatdim mushuni sen ahang silib bizdan ijro qildi. Avatgandikilar men tunji ijodiyat qilishimda endi men ijodiyat bakmam bundan burada. Kallam olan şu tekst qarab, şunda güzel bilinib, bana şu axamda kallam keldi. Keldi, ha. Yine mush Ipak yo'li oxirgi vaqtda siz bizga güzel olan bir fursatni berib kuchanimiz bir naqsh tayyorlanlar degan ekan, keyin Komil kam o'zi mush naqshni biz seni chiqili. Deb shu fursatlarni shu Komil kam o'z do'stamning güzel ijro qilishi, uchimizdan tang ijro qilishi bilan xalq azroq olsun yaxshi ko'rdi, taqozo bo'ldi chiqishiga deb o'ylayman. Sen qanday qaytilding bu sapga? Buning endi oldi bilan shu keng qusoqliq o'rgatgan ustoz sizga rahmat aytamiz. Amaliyotda odamga shaxsiyat yo'lida bir chiroyli naqshni bir odamga bermaydi albatta.
Endi bula İpek Yolu Sadası bula 6. qarada bu ikisi mening yenimda. Bu mening arzu yetekçim. Bu hamda davamlı bizning aqsap ishlarda muzeylarda ham yetekchi sulab yenimiz turdi bu. Oxirdan JSK'ga vaqtida hal qilish musobaqada 3 bir naqsh aytanglar deganda o'zi ba'da biz ijod etganmiz. Sen bir narsa qil, do'konga yan chiqdi kim deyishdi. Anqish uni da bunda shu kerak degan narsani aytaylik aka dedi. Bununla biz de yarım saatlik yığın içip karıştırıp eğitmeyimiz bu nakşine boldu. Ya olmaydı şok nakş eğitimiz. Deyişler talaş tartış oldu toxta. Şok nakşı mıcık eğitildiğimiz lirik nakşını eğitayla edip çıngtırıp iki karşı bir avazla ucunu tutup biz muradını çıkımız. Eğittik. Eğitiş jarayonida en kızık yeri bu aslında bu naqrat yok bu buğdayının bulunuşu degen bu naqrat nakşının asli icadeti yok. Nakşınımız işlep şoyan çıkırış jarayonida o'tiribla bir-birimiz qarab turib tabiiylanib kelib qolgan bir naqrat bu. Shunda biraz qataylaka buningga dedi Xo'ja Murod deyishib shu yerda qitilib qoldik. Mening mush asarni bir mukammal holatda patnosi bilan ikki qo'llab sunayli degan yaxshi niyatim bor. Mening yaxshi niyatimni to'g'ri tushunishingni umid qilaman. Abdumrayillik xalq 3-doktorxonasi kang qo'saq bo'lishini, sog'lom bo'lishini, mehr muhabbatlik bo'lishini davomli bizga eskartib turdi. Bularni oliy doktor. Mush Naqshbandiyninki mush bir misrasi hozir xalqning yuragiga udul mushtakli tegdi-ku. Nima? Eserlerden jiraktır dostum. Ma cümle makal temsiliga kuch qo'shgan gap. Belkim buningdan mı yaxshi misralar ve buningdan mı bu naqshning ichida chiroyli melodiya bor. Shunga qarindoshlarimizni taqazzo qilmay bugun mush naqshini mastanlarga sunamiz. Rahmat. Sen üzünni suyuşun kirek. Dostlarım özgürmese meyli. Üzünni özgürüşün kirek. Tökülmesin ağlarımdan gül. Gül yaprağı susuz kalır. Yakça yağmur suyu. Güllerge su koyuşum kirek. Buğdayının bulmasım o. Buğday sözüm bulaşı kirek. Gaybetlerge şenme dost.
Yaşlardek yaşın kirek, yaşlardek yaşın kirek, yaşlardek